Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, kechiktirib bo'lmaydigan mavzuni tushuntirib beraman. Yangi cheklovlar, yangi tekshiruvlar va pensiya to'lovida muammo keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan holatlar. Bu ma'lumot faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nevaralari, vasiylari va chet elda yashab, ota-onasining pensiyasini nazorat qilib turgan barcha insonlarga tegishli. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta muddat o'tib ketsa yoki bitta noto'g'ri ma'lumot tizimga tushsa, pensiya kechikishi, vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Men bu videoda qo'rqitish uchun emas, balki oldindan ogohlantirish uchun gapiryapman. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtda bilgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Endi masalaning asosiga o'tamiz. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensionerlar pensiyasini odatda pochta orqali yoki bank kartasi orqali olib kelishgan. Ko'pchilik bir marta pensiyaga chiqqach, endi hammasi avtomatik bo'ladi, har oy pul tushaveradi deb o'ylardi. Albatta, pensiya tayinlangandan keyin har oy to'lanadi, lekin bu degani davlat organlari umuman tekshirmaydi. Hech qanday shart yo'q degani emas. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, pensiya to'lovlari bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Fuqaroning yashash joyi, vafot etgani, chet elga chiqib ketgani, nogironlik muddati, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish olati, bank hisob raqami, ishonchnoma muddati, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar va boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Ya'ni pensionerning o'zi men hech narsa o'zgartirmadim deb o'ylashi mumkin. Lekin tizimdagi bitta ma'lumot o'zgarsa, to'lovda savol paydo bo'ladi. Men eng muhim narsani alohida aytaman. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odam faqat pensioner bo'lgani uchun pulidan mahrum qilinmaydi. Agar hamma hujjat joyida bo'lsa, yashash holati aniq bo'lsa, karta ishlayotgan bo'lsa va qonuniy asoslar buzilmagan bo'lsa, pensiya to'lanishi kerak. Lekin ayrim holatlarda cheklov yoki vaqtincha to'xtatish bo'lishi mumkin. Bugun men aynan shu holatlarning to'liq ro'yxatini tushunarli qilib aytib beraman. Birinchi cheklov: pensiyani uzoq vaqt olmaslik yoki karta harakatsiz qolishi. Agar pensioner bir necha oy davomida pensiyasini olmasa, pochta orqali kelgan pul qaytsa yoki bank kartasida harakat bo'lmasa, mas'ul organlarda savol tug'iladi. Odam tirikmi, yashash joyidami, boshqa davlatga ketganmi, karta yo'qolganmi, pulni boshqa odam noqonuniy olyaptimi? Masalan, 72 yoshli onaxon har oy pensiyasini naqd olardi. Keyin o'g'li uyiga boshqa tumanga ketdi, lekin bu haqda hech qayerga xabar bermadi. Pochta xodimi 3 oy keldi. Onaxon yo'q, pul qaytdi. Natijada to'lov jarayonida aniqlashtirish talab qilinadi. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas, lekin onaxon yoki vakili borib yashash joyini, shaxsini va pensiyani qayerdan olishni aniqlashtirishi kerak bo'ladi. Ikkinchi cheklov: ishonchnoma orqali pensiya olishda nazorat kuchayishi. Ko'p pensionerlar yura olmaydi, kasal bo'ladi yoki boshqa hududda yashaydi. Ular farzandiga, qarindoshiga yoki boshqa ishonchli shaxsga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy holat. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, notarial tasdiq noto'g'ri bo'lsa, pensionerning roziligi shubha ostida bo'lsa yoki pulni oluvchi odam hisobot bermasa, to'lovda muammo chiqadi. Masalan, otaxon qizga 1 yilga ishonchnoma bergan. Qiz har oy pensiyani olib turgan. 1 yil tugadi, lekin yangi ishonchnoma rasmiylashtirilmagan. Bank yoki pochta pul bermasligi mumkin. Bu yerda ayb bankda emas, hujjat muddati tugaganida. Shuning uchun ishonchnoma bilan pensiya oladigan oilalar muddatini daftariga yozib qo'yish kerak. Uchinchi cheklov: nogironlik pensiyasi va nogironlik nafaqalarida qayta ko'rik muddati. Agar pensioner yoshga doir pensiya emas, nogironlik asosida pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza belgilagan muddat juda muhim. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz beriladi, ayrimlari esa 1 yil, 2 yil yoki ma'lum muddatga belgilanadi. Muddat tugagach qayta ko'rikdan o'tish kerak. Masalan, 28 yoshli fuqaro 2-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Uning qayta ko'rik muddati sentabrda tugaydi. U keyin boraman deb 3 oy kechiksa, shu davr uchun to'lov to'xtab qolishi yoki keyin hujjatlar asosida qayta tiklanishi mumkin. Eng og'riqli joyi shuki, odam kasalligi bo'lsa ham hujjat muddati o'tgan bo'lsa, tizim avtomatik shubha qiladi. Shuning uchun tibbiy hujjatlarni oldindan tayyorlash shart. 4-cheklov: o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha o'qish holati.
Bu holat ko'pincha pensioner oilalarga tegishli bo'ladi. Chunki bolalar yoki talabalar o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Agar bola ma'lum yoshga yetgan bo'lsa, o'qishni tugatsa, akademik ta'tilga chiqsa yoki chetlatilsa, to'lov shartlari o'zgaradi. Masalan, Darmagada 20 yoshli talaba otasining vafotidan keyin o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U universitetdan chetlatildi, lekin bu haqda xabar bermadi. Keyin baza orqali aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu juda noqulay vaziyat. Shuning uchun talaba maqomi o'zgarsa, darhol xabar berish kerak. 5-cheklov, chet elga uzoq muddatga chiqib ketish. Juda ko'p oilalarda pensioner ota-ona farzandlari bilan Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatga vaqtincha ketadi. Bu o'z-o'zidan pensiyani yo'qotadi degani emas. Lekin yashash joyi, bank kartasi, shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma va ayrim to'lov shartlari bo'yicha aniqlashtirish talab qilinishi mumkin. Masalan, pensioner chet elda yakis oy yashadi, kartasidagi pulni farzandi yechib turdi. Agar ishonchnoma bo'lmasa, bank operatsiyalari shubhali ko'rinsa yoki pensionerning tirikligi va roziligi haqida savol tug'ilsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Chet elga ketayotgan pensioner avval pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'limdan o'z holatini aniqlashtirib olgani ma'qul. 6-cheklov, shaxsiy ma'lumotlarda xatolik. Pasport yoki ID karta almashgan, familiya o'zgargan. Tug'ilgan sana bazada noto'g'ri kiritilgan. JSSH raqamida xatolik bor. Bank hisob raqami yopilgan bo'lsa, pensiya tushmay qolishi mumkin. Masalan, pensioner eski pasport bilan pensiya rasmiylashtirgan, keyin ID karta olgan. Lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Oy oxirida pul tushmaydi. Odam pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Aslida esa karta ma'lumoti yoki identifikatsiya yangilanmagan bo'ladi. Bunday vaziyatda vahima qilish emas. Bank va pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotlarni moslashtirish kerak. 7-cheklov, ortiqcha to'lov aniqlansa, ushlab qolish. Ba'zan pensionerga noto'g'ri hisob-kitob sabab ortiqcha pul to'lanadi. Bu fuqaroning aybi bo'lmasligi ham mumkin, lekin qonuniy tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Masalan, staj noto'g'ri kiritilgan. Ish haqi ma'lumoti 2 marta hisoblangan yoki nafaqa olish huquqi tugagandan keyin ham to'lov davom etgan. Keyin 6 oy yoki 1 yil o'tib sizga ortiqcha to'langan degan xat keladi. Bu yerda pensioner darhol hujjatlarni ko'rib chiqishi, agar rozi bo'lmasa, yozma e'tiroz berishi kerak. Og'zaki tortishuv foyda bermaydi. Ishga kirgan pensionerlar bo'yicha noto'g'ri tushuncha. Men buni alohida tushuntiraman. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi kamaydi deb qo'rqadi. Yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro ishlashi mumkin. Odatda pensiya faqat ishga kirgani uchun bekor qilinmaydi. Lekin ayrim imtiyozli to'lovlar, qo'shimcha nafaqalar, kam ta'minlanganlikka bog'liq yordamlar yoki maxsus toifadagi to'lovlar daromadga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, otaxon pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlaydi. Uning oddiy yoshga doir pensiyasi saqlanadi. Lekin oila kam ta'minlangan deb olayotgan boshqa ijtimoiy yordam bo'lsa, daromad oshgani uchun qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, pensiya bilan ijtimoiy nafaqani aralashtirib yubormaslik kerak. 9-cheklov, vafot etgan pensioner nomidan pul olish. Bu eng jiddiy masala. Agar pensioner vafot etsa, uning nomiga keyingi oy pensiya tushib qolgan bo'lsa va qarindoshlari bu pulni yechib olsa, keyin bu ortiqcha yoki noqonuniy olingan summa sifatida qaytarilishi talab qilinadi. Masalan, onaxon Erinmay kuni vafot etdi. Lekin iyun oyida kartaga pul tushdi. Farzandi baribir onamning puli deb yechib oldi. Keyin davlat organlari vafot ma'lumotini bazada ko'rib, pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun vafot holatida darhol tegishli organlarga xabar berish, dafn puli yoki qolgan pensiya bo'yicha qonuniy tartibni so'rash kerak. Birinchi nozik jihat. Pensiya vaqtincha to'xtasa, bu doimiy bekor qilindi degani emas. Odamlar ko'pincha pul tushmadi, demak pensiyamni olib qo'yishdi deb qo'rqadi. Aslida ko'p holatda to'lov aniqlashtirish uchun to'xtatiladi. Hujjatlar to'g'rilansa, shaxs tasdiqlansa, muddatli ko'rikdan o'tilsa yoki bank ma'lumoti yangilansa, to'lov qayta tiklanadi. Lekin bu jarayonni cho'zmaslik kerak, chunki har bir oy o'tgan sari hisob-kitob murakkablashadi. Ikkinchi nozik jihat. Yashash joyi bilan haqiqiy yashash joyi farq qilsa, muammo chiqishi mumkin. Pensioner ro'yxatda bir tumanda aslida boshqa viloyatda yashashi mumkin. Bu taqiqlangan emas, lekin pensiyani pochta orqali oladiganlar uchun juda muhim.
Pochta xodimi ro'yxatdagi manzilga boradi. Pensioner yo'q. Natijada pul qaytadi. Agar pensioner bank kartasiga o'tkazgan bo'lsa, bu ancha qulay. Shuning uchun ko'chib yurgan, farzandlarinikida yashaydigan qishda shaharga. Yozda qishloqqa boradigan pensionerlar pensiyani kartaga olish masalasini ko'rib chiqsin. Uchinchi nozik jihat, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfli. O'g'lim yechib beradi, kelinim parolni biladi. Qo'shnim bankomatdan olib keladi degan holatlar ko'p. Agar hammasi halol bo'lsa ham huquqiy tomondan bu xavfli. Karta egasi pensioner pin kod shaxsiy ma'lumot. Keyin pul yo'qolsa, kim yechganini isbotlash qiyin bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish. 4-nozik jihat, telefon raqami va SMS xabarnomalar. Bank kartasiga ulangan telefon raqami pensionerning o'zida bo'lmasa, muammo paydo bo'ladi. Ba'zi oilalarda karta onaning nomida, telefon raqami o'g'lining nomida, SMS esa boshqa odamga boradi. Keyin karta bloklanadi, kod kerak bo'ladi, bank egasi kelsin deydi. Shuning uchun bankdagi telefon raqamini ham tartibga keltirish kerak. Agar pensioner telefondan foydalana olmasa, ishonchli vakil bilan qonuniy tartibda ish yuritish kerak. 5-nozik jihat. Hujjat topshirishda og'zaki gapga ishonib qolmang. Opajon, keyin kelarsiz. Hujjat kerak emas shekilli, ba'zi o'zi ko'radi degan gaplar bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, pensiya masalasida yozma iz qoldiring. Ariza topshirdingizmi, nusxasini oling. Hujjat berdingizmi, qabul qilingan sanani bilib oling. Rad javobi bo'lsa, yozma so'rang. Chunki keyin nizoli holatda men aytgandim yoki u aytgandi degan gap isbot bo'lmaydi. 6-nozik jihat, qayta hisob kitob huquqi. Ba'zi pensionerlar pensiyasi kam deb o'ylaydi, lekin tekshirtirmaydi. Yangi staj hujjati topilsa, arxivdan ish haqi ma'lumot chiqsa, ilgari hisobga olinmagan davr aniqlansa, pensiyani qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ariza yozish kerak. Hech kim har bir pensionerning eski arxivini o'zi izlab yurmaydi. Masalan, ayol kishi 1905-1992 yillarda korxonada ishlagan. Lekin mehnat daftarchasida muhr noaniq. Keyin arxivdan ma'lumot topildi, bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun eski hujjatlarni tashlab yubormang. Birinchi qadam pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Bu juda muhim. Chunki har birining sharti boshqacha. Oddiy yoshga doir pensiyada bir tartib, nogironlikda qayta ko'rik tartibi, boquvchisini yo'qotganlikda esa o'qish va yosh bo'yicha shartlar bor. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? JSH raqami to'g'rimi? Bank kartasi faolmi? Telefon raqami ishlayaptimi? Ishonchnom muddati tugamaganmi? Nogironlik ma'lumotnomasi muddati o'tmaganmi? Talabalik ma'lumotnomasi yangimi? Bularni birma-bir ko'rib chiqing. Farzandlar ota-onasiga yordam berishi kerak. Chunki ko'p pensionerlar elektron tizimni tushunmaydi. 3-qadam, bank kartangizni tartibga keltiring. Karta muddati tugagan bo'lsa, yangilang. PIN kodni begonalarga bermang. Karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar pensioner yura olmasa, bankdan uyga xizmat yoki ishonchnoma orqali qanday tartib bo'lganini so'rang. Har bir bankning ichki tartibi farq qilishi mumkin. Shuning uchun aniq javobni o'z bankingizdan oling. 4-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Tuman yoki shahar bo'limiga borib, mening pensiya to'lovim bo'yicha cheklov, qarzdorlik, aniqlashtirilmagan ma'lumot yoki qayta hisob-kitob masalasi bormi deb so'rang. Agar bora olmasangiz, yaqin qarindoshingizni qonuniy ishonchnoma bilan yuboring. Murojaatda ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH, manzil, telefon raqami va muammoni aniq yozing. Masalan, 2026 yil yanvar oyidan pensiya to'lovim kechikmoqda. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash choralarini ko'rishingizni so'rayman. 5-qadam. Agar pul tushmay qolsa, ketma-ket tekshiring. Avval bankdan hisob raqami faol yoki faol emasligini so'rang. Keyin pensiya jamg'armasidan to'lov topshirig'i yuborilmaganini aniqlang. Agar bank bizga pul kelmagan desa, masala pensiya jamg'armasida bo'lishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasi pul yuborilgan desa, masala bank hisobida bo'lishi mumkin. Shu tarzda aniq manbani topasiz. 6-qadam, ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik haqida xat kelsa, jim qolmang. Hujjat nusxasini oling. Hisob-kitob jadvalini so'rang. Qaysi oylar uchun, qaysi asos bilan qancha summa ortiqcha deb topilganini bilib oling.
Agar rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz bering. Zarur bo'lsa, yuristga, mahalla mas'ullariga yoki yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Pensionerning ham huquqi bor, faqat bu huquqdan tartibli foydalanish kerak. 7-qadam, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik xulosasi, ishonchnoma, talabalik ma'lumotnomasi, murojaatlar nusxasi, javob xatlari. Bu oddiy papka keyin katta muammoni hal qiladi. Ko'p odamlar hujjatini topolmay, oylar davomida yuguradi. 8-qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Telegramdagi shov-shuvli xabarlar. Qo'shnining gapi yoki hammaning pensiyasi kesilar ekan degan mish-mishlarga ishonmang. Har bir cheklovning huquqiy asosi bo'lishi kerak. Agar sizga kimdir, endi pensionerlar ishlasa pensiya olmaydi. Chet elga chiqsa pensiya to'xtaydi. Karta bo'lmasa pul berilmaydi desa, darhol rasmiy idoradan so'rang. Ba'zi gaplar yarim haqiqat bo'ladi, ba'zilari esa butunlay noto'g'ri. Bugungi asosiy xulosa shuki, pensionerlar uchun eng katta xavf pensiyaning o'zi bekor bo'layotgani emas, balki hujjat, muddat, shaxsni tasdiqlash, bank kartasi, ishonchnoma, nogironlik qayta ko'rigi. Talabalik maqomi va ortiqcha to'lov bo'yicha nazorat kuchayayotganidir. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kim o'z holatini vaqtida yangilab borsa, kim rasmiy tartibga amal qilsa, u ortiqcha xavotirlanmasligi kerak. Lekin o'zi bo'laveradi deb yurish endi juda xavfli. Men sizdan iltimos qilaman, agar oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning hujjatlarini tekshirib chiqing. Karta ishlayaptimi? Ishonchnoma muddati o'tmaganmi? Pasport yoki ID karta yangimi? Pensiya turi bo'yicha shartlar bajarilganmi? Bularning hammasini ko'rib qo'ying. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari bo'yicha qanday muammo bo'lyapti? Pul kechikyaptimi? Karta bilan muammo bormi? Ishonchnoma talab qilishyaptimi? Qayta hisob kitob bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga pensiyasini himoya qila oladi.